Superfosfatning o'simliklar uchun foydalari. Superfosfatning o'simliklar uchun asosiy ahamiyati uning tarkibidagi fosfor miqdori bilan bog'liq. Bundan tashqari, u o'simliklar uchun muhim bo'lgan kalsiy va oltin gugurt elementlarini ham o'z ichiga oladi. Fosforli o'g'it sifatida superfosfat quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Ildiz tizimining rivojlanishi. Fosfor o'simlikning ildiz tizimini shakllanishi va mustahkam o'sishi uchun juda muhimdir. Kuchli ildizlar to'proqdan ko'proq suv va ozuqa moddalarini o'zlashtirishga yordam beradi. Energiya almashinuvi. Fosfor o'simliklarda energiya saqlash va uzatishda ishtirok etuvchi adenozin trifosfat tarkibiy qismidir. Bu fotosintez va barcha hayotiy jarayonlar uchun zarur. Gullash va meva berish. Fosfor gullash jarayonini rag'batlantiradi va meva hamda urug' hosil bo'lishini oshiradi. Bu esa yuqori hosil olishga olib keladi. Hosilni oshirish. O'simliklar fosforni oson hazm qiladigan, suvda eriydigan shaklda olganligi sababli bu o'g'it tez ta'sir qiladi va hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. To'proq sog'lig'ini yaxshilash. Tarkibidagi kalsiy to'proqning kislotalig'ini kamaytirishga, ayniqsa kislotali to'proqlarda yordam beradi va to'proq tuzilishini yaxshilaydi. Oltin gugurt esa oksillarning sintezlanishi va xlorofil hosil bo'lishida ishtirok etadi. Superfosfatni qo'llash ko'pincha ekish oldidan asosiy o'g'it sifatida yoki ekish paytida, shuningdek, o'simlik rivojlanishining muhim bosqichlarida, masalan, gullashdan oldin qo'llaniladi. O'simliklarga foydasi. Ildiz tizimini kuchaytiradi. Gullashni oshiradi. Ko'p gunja va gul hosil bo'ladi. Mevalanishni yaxshilaydi. Hosil ko'p bo'ladi, mevalar katta va sifatli bo'ladi. O'sishni tezlashtiradi. Yosh nihollar tez rivojlanadi. Sovuqqa va kasalliklarga chidamlilikni oshiradi. Qo'llash me'yorlari. Sabzavotlar 30-50 gram kvadrat metrga. Mevali daraxtlar 200-400 gram daraxt ostiga. Uzum 300-500 gram har bir tupga. G'alla 200-300 kilogram gektariga.